Hürmetli vatandaş, bugünkü vaziyetimiz ve bugünkü leksiyimiz, bugünkü ise 2025 yıl, 5. ayın 1. gün haftiga. Çarşamba vatandaş, ben bir gün sizlerge va'da berip, bir körüp çıkay dep Mongol Dovin degenin eserini bilgen video filmini körüp çıktı vatandaş. Bu arlıqta hazır Uygurlar qozg'olon ko'targanda bostirishga ko'z chiqarma deb bir jinoyat. O yangidan chiqqan jinoyat ekan. O jinoyatning ismi nima desangiz? Kurash qilishga jur'at qila olmadi. Shuning o'zi hozir kompartiyada bir jinoyat bo'libdi. Bu yerda kurash qilishga jur'at qila olmadi degan so'zning ma'nosi Uygurlarni bostirishga jur'at qila olmadi. Uygurlar qozg'olon ko'tardi, bostirishga jur'at qila olmadi. Bu kishining ismi kim ekan desangiz, Hayyun. Hayyun degan kishi ekan, u yetuk ziyoli ekan, oliy maktab bitirgan bola ekan. Bu kishi ishkir o'lkalarda u yerda u o'lkaga boshliq qilib, bu o'lkada sekretar bo'lib, aylanib kelib, bu 50 yoshlar kirmagan vaqtda. O'shundaq bir paytda Şinjan Abtonom rayoniga, atalmış Şinjan Abtonom rayoniga yetib kelib, u yerda partkomning muavin sekretari bo'libdi. Undan keyin partkomning muavin sekretarligidan Bing tuvanning sekretarligini qo'shimcha ishlabdi. Demak, Bing tuvanni ham markaz boshqaradigan, ham yerlik boshqaradigan. Amaliyotda Bing tuvan davlat ichidagi davlat ona xususiyati va xarakteri davlat ichidagi davlat bo'lgandimi, Xitoyning markaziy hukumati boshqaradigan davlat. Bu kishi shunday sekretar bo'lib turgan yillar masalan 2015-yili vatandoshlarning esida va 2015-yili 9-oyning 15-kuni Xitoyning Uyg'urlarni terrorist deb tashviq qilishi yoki Uyg'urlarni zo'ravon kuchlar deb tashviq qilishi, u yerda delo sodir qildi, bu yerda delo sodir qildi degan tashviqotlar to'xtagan yil. Chunki 2014-yili, 15-yili, 2015-yili 9-oyning 15-kuni, 2015-yil 9-oyning 15-kuni Uyg'uristonning Boy nahiyasining Kan rayonida, Kan ejish rayonida bir voqea yuz berdi. Xitoy tejimallari, Xitoy ko'chmanlari, bulongchilik qilg'uvchilar, talonchilik qilg'uvchilar Uyg'uristonning boyligini bulong-talon qilib, ichib, yeb, tushib, hozirgacha ko'zi to'ymagan Xitoy ko'chmanlari Boy nahiyasida ichilgan Kanda shu ishni qilayotganda 28 nafar Uyg'ur. Bularning bu zo'ravonligi yoki ichki Xitoydan kelib Uyg'urning zimini vatanida bulongchilik qilayotganligiga chidamagan 28 nafar Uyg'ur bularga qarshi qurolli harakat qildi vatandosh. Bu qurolli harakat oxiri bostirildi, lekin jarayonni aytib murakkab bostirildi. Oxiri Boynayisdan ili tebasiga g'ulji tarafga tushadigan tog'larda bir g'orning ichiga kirib olganda Xitoyning atalmış armiyasi, ya'ni atalmış ozodlik armiyasi o't chachadigan qurol bilan o't chechib bu Uyg'urlarni qatlam qildi vatandosh. Bu kishi, ya'ni Hayyun degan bu kishi shu vaqtki Bing tuvanga rahbarlik qilib, shu Uyg'urlarni bostirishga qo'mondonlik qilgan kishi ekan. Endi bu yerda buning konkret jinoyati Xitoyning qalamida. Nima? Uyg'urlarni bostirishga kuch chiqarmadi degan jinoyati nima? Bu uchiq emas. Yoki Hayyun mundoq dedi, yoki undoq dedi, yoki ostilatda ishdi, yoki taraytib etdi ishdi, yoki kengaytib etdi, yo'q. Şu vaqtida agar şu 28 nafar Uyg'urning shu qurolli harakati uchun butun Boy nahiyasiga xalqni qirib etishga buyruq tushirgan markaz, atalmış markaz. Bu yerda Hayyun ijro qilmagan siyosat nima? Bu konkretligi yo'q. Endi 2023-yilga kelganda
Şu qatarda şu işler bilan birga shug'ullangan yana bir Xitoy ismi Chinche deb ataladigan bu Xitoyning shu Chinche degan Xitoy doklad yozib, Xitoyning markaziga buni dokladni topshiribdi. Dokladda Hayyongni fosh qilgan emish. U dushmanga qarshi kurash qilishga jur'at qilmadi degan mavzu ostida vatandosh. Şununla asaslanıp merkezi, atalmış merkezi hükümetinin buyruğu büyütü bu Hayyong degan kişiye ölüm cezası bergenga. Bir yerde işki acizlik o vatandaşım. Meyle bin tüven bastırsın, meyle Xitayning atalmış azatlık armiyası bastırsın, meyle Xitayning kurallık saksı kısımları bastırsın Uygurlarını, fakat Uygur bolğanlık üçün bastırıştan ibaret başka Uygurlarning vücudunu hiç qanday cinayet yoki Xitoy qonuniga sapsasa Xitoyning qonuniga to'g'ri keladigan yoki xalqaro qonunga sapsasa xalqaro qonunga to'g'ri keladigan jinoyat deydigan hech qanday jinoyat yo'q. Uyg'ur o'zining huquqi, o'zining hayotligini, mavjudligini qo'g'dash uchun kurash qilayotgan millat bu. Dunyoga o'rtaq bu ish. Dünyada her qanday mazlum millat agar shunday kunda qoladigan bo'lsa qarshilik ko'rsatadi u. Odam o. Bir adam hem şunu aytayki, Angliyaning faylasufı, davlat ta'limotchisi John Locke shundoq bir og'iz gapni qilgan edi kitobida vatandosh. Nima dedi? Bir odam yoki millat yoki bir millat o'zining malbisatini, dunyosini, hayotini, o'zining jinini ikkinchi bir millatning ixtiyori bir talab qilishiga tashlab berolmaydi. John Locke'ning şu so'zi bilan Uyg'urlarning 28 nafar Uyg'urning shu vaqt qilgan ish to'g'ri. Nima xatosi bor? Hech qanday xatosi yo'q. U o'zining zimmasida yashayotgan bir millatni yot yerdan bir yerga yetib kelib, "Ma mening qonunim edi, ma mening siyosatim edi, ma vatanning birligi edi, ma millatlar ittifoqligi edi" deb zo'ravonlikdan belgi qilgan siyosat bilan ikkinchi bir millat hukmronlik qilishni nimishqa qabul qiladi Uyg'ur? Xitoyning shunday hukmronlik qilishini Uyg'ur nimish qabul qildi? Agar bu yerda Hayyong degan kishi o'zida hech bo'lmaganda odamiylikni qisman holda his qilgan, odamiylikni qisman daqiqacha to'lib ketgan bo'lsa, u bostirishga umumiylik buyruq tushirganda Hayyong buni rad qilgan bo'lsa, eklab uning o'lim jazosi berganligi bu Xitoy kompartiyasi hokimiyatining yoki mustamlik Uyg'uristonda Xitoy ko'chmanlari hokimiyatining chekkidan oshgan bir holda shundoq bostirish elib berayotganda yoki markaziy hukumatining buyrug'ini qabul qilayotganda Hayyong degan apandi yuqorqi hissiyoti va aqliy tuyg'ular asosida bundoq bostirishni rad qilgan bo'lsa, uni shu nuqtada odam deb tanisangiz bo'ladi vatandosh. Şunun uchun 2023-yilda tunugun yilda Hayyong degan bu apandiga o'lim jazosi bergan vatandosh. Bugun buni Dovin degan Mo'ng'ul apandi tunugun tanishtirdik o kishilarga. Dovin degan apandi tunugun shundoq so'zlagan ekan, yetib keldi, men anglayman degandim, anglab chiqib bugun men sizlarga buni so'zlab beryapman vatandosh. Endi bugungi Jungoning vaziyati nima vatandosh? Hozir bir xabarda elib chiqdi, bu xabarda Davlat Mudofaa ministri Dong Jun o'ldi deydi. Ya'ni bir xabar elib chiqdim masalan, Shaolin moliyasida hozir Beijingdagi harbiy rayon yoki harbiy garnizon bu. Harbiy garnizon shahar qo'g'dashni o'ziga olgan bo'ladi. Agar Beijingning turishlik harbiy qism bo'lsa, buning yani bu yo'la boshqa qanday qilishdan qat'iy nazar Beijing turishlik harbiy qism ichida qurolliq elish bo'ldi deydi. Shuning keyinda Davlat Mudofaa ministri Dong Jun qazo qildi, o'ldi degan gapni olib chiqibdi vatandosh. Hozir Jungoning markaziy komiteti men boshda oxiri aytdim-ku, o'tgan yil 7-oyning 15-kuni 3-umumiy yig'in 20-qurultayning partiya qurultayining 3-umumiy yig'indan keyin hozirgacha bo'lgan bu 1 yil vaqt ichida Xitoyning Jungnahai parokanda vatandosh. Hozir yana bir xabar kelib qoldi, chiqibdi, unaga ulguramadim.
O xabarda nima deydi desa, hozir Jungo Kompartiyasining Tayvanga hujum qilish plani bet bo'ldi, tarbar bo'ldi deydi vatandosh. Evet siz bunu anlayıp ettim. Hani sizge Dovin'likini yukarıda ketkizdim. Hayyong degan kişinin ölüm cezası uçuruşu Uygurların bastırışkı cüret kılalım diye. Bingtuan esi bastırış kuralı, bastırış küçü. Çünkü Kompartiyasında paydalık Uygurlarına bastırdı. Şu bastırış cereyanı da aynı vaktki bay vakasını bastırışka cüret kılalım. Ameliyatı Xitay'ın nazarda neme kılış gerekli? Bütün bayını ayısa kırıp itiş gerek mi de? Haberlerge asaslanğanda Hu Jintao toluksuz aşkar bol, tuyuksuz aşkar bol. Tünügün dedik, sabık reis Hu Jintao kınaytilgen jiginde payda boldu dedik. Endi bu doğruda bugün yetkigen haber neme qarang ha? Jungo'da komsomolskayala aşkara oturup çıkışkı başladı. Endi bu Hu Jintao degan şunday üzün guruh, bangpay, guruh ve mezhep bir buldu eken Jungo Kompartiyası'nın şunun içinde komsomolskaya yani ittifak azası Uygur tilida. Gongqing Tven Xitay tilida. Muşularning guruhi hazır merkezi Cumhuriyet kayda aşkar oturgu çıkışkı başladı. Siyasi büronun kengaytilgan yig'ini aşkar etildi. Xi Jinpingni qattiq tanqid qildi deydi. Dunyoga nazar. Chimpokong 5-ayning 21-kuni. Yana bir xabar ekranda vatandosh. Bu yerda tanqid qildi Xi Jinpingni deyilgan vaqtda ma'noda unutib qoldimmi yo boshqa yerda chiqamdi anlab turing. Bu tünügün biz Vinjabovni degan gapini sizlarga yetkazdik. Bugun shu yig'inda kengaytirilgan yig'inda Hu Jintao nima debdi desangiz bir jumla. Partiyani qo'g'dash uchun hatto Jungo'da ichki bo'lishdan qaytmaymiz. Ichki urushga kirishdan qaytmaymiz. Jungo Kompartiyasining rahbarlik o'rnini saqlab qolish uchun. Shunga hozir o'tirib qo'yilayotgan masala biz Xi Jinpingni elib tashlaymiz. Sebebi partiyani saqlab qolamiz. Agar partiyani saqlab qolamiz desak, Xi Jinpingni yo'qotishimiz kerak, amaldan elib tashlashimiz kerak yoki Xi Jinpingni amaldan elib tashlaymiz desak, partiyani saqlab qolishimiz kerak. Mushu mazmunda so'zlagan ekan vatandosh. Demak, siz Jungnan Xaydagi jiddiy kurashning jiddiy ahvolini mushunday anglaysiz vatandosh. Ekranda Prezident Vladimir Putin suhbat ustiga qaytib keldi. Angliya ve Avrupa İttifaqı Rossiyani embargo qilishni kuchaytirdi. Tongmenshin 5-ayning 21-kuni. Ukraina Rossiya suhbati tunugunlardan dedik sizga. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trumpning bu to'g'rida so'zlagan so'zini tunugun yetkazdik sizga vatandosh. Endi bu qiyin ishganda hisobda urush to'xtatib shu yo'q. Aning uchun tinchlik kelishim imzolash bu birdamlik ish emasken vatandaş. Yani bu qatam sal Rossiya yana kayniga oldiga mengib yurganmi qandaq? Mushu payti Yevropa ittifoqi bilan endi bu navbatda Angliya Rossiyaga embargoni kuchaytirdi dedi. Yani bir xabar vatandaş. Bu xabarni yetkazgan 5-ayning 21-kuni Tongmenshin. Ekranda Prezident Donald Trump tayinlikni oshkorlashga boshladi. Hammani aytuvchi. Jungo bilan Amerika o'rtasidagi hammani aytuvchi. Jungo uzil kesil tugashdi. Bu shuarni kunda takrorlaydigan kim sizlarga odat bo'lib ketsa anglab turadi. Har kuni torbetni aytishim qilmoq chiqadi birinchi betda. Hayronman. Bu kishi yana eliqa Shaolin maliyasi vatandosh. Uzil kesil tugatdi. Mana Dong Jun o'ldi. Bu hukm qildi. Dong Jun davlat mudofaa ministri Dong Jun o'ldi. Niqab yırtıp taşlandı. Hamma qalaymaqallashib ketdi. Beijing harbiy rayonida keng ko'lamda harbiy elishish yuz berdi. Asli mavzu Xi Jinpingning odamlar sapdan tushib qoldi. Beijing harbiy rayonida zo'r voqea yuz berdi. Shaolin maliyasi 19 minut ilgari 5-ayning 21-kuni yo'tal patandi. Ekranda yana bir xabar vatandosh. Qonliq to'qinish.
Xi Jinping'ning hayoti qil ustida qoldi. Qanliq to'qinish, yuqori harbiy rayonlik to'qinishni ko'rdingizmi? Shuning asosan deyilayotgan gap bo'lishi kerak, qanliq to'qinish. Xi Jinping'ning hayoti qil ustida qoldi. 5-ayning 21-kun YouTube. Upload video film torbiti. Yani bir xabar. Ekranda partiyani qo'g'dash uchun ishga urush qilishni yanmaymiz boshlaydi-ku. Bu so'z Hu Jintao, sobiq rais Hu Jintao'ning so'zi. Asli mavzu Jungo Kompartiyasi kengaytirilgan yig'inda sobiq rais Hu Jintao so'z qilib, partiyani qo'g'dash uchun ishga urush qilishni yanmaymiz. Buni tushuntirib oldik sizga bosh shundaqmi? Buning avtori, video filmning avtori Zhang Fengshiko. 5-ayning 21-kun YouTube. Siz buningdan mushqata tizilayotgan voqealardan his qilgan narsa Jung Nanhayning holi nechuk bugun, holi nima? Jungo vaziyatining xarakteri nima? Endi vaqt bilan selishtirganda mushunda bo'ludi desa, Jungo Kompartiyasining holi nima? Mana mushunga diqqat qilish hurmatli vatandosh. Zhang Fengshiko 5-ayning 21-kun YouTube. Yani bir xabar. Xi Jinping huquqdan ayrilib qoldimi? Savol. Aldirab xo'sh bo'lib ketmayli. Bu bir xil ko'z qarashda, shundami? Aldirab xo'sh bo'lib ketmayli. Jungodan kelgan xabar. Xi Jinping huquqidan ayrilib qoldi. Beijingda kim hokimiyat beshida? Hozir Beijingda hokimiyat beshida turayotgan kishi zodi kim? Rahmsiz ichki huquq talashish ko'rishi. Jungo Kompartiyasi ichki jihati murassaga kelishi mumkinmi? Yeni Tanlıqlar televiziyasi 5-ayning 21-kun YouTube. Ekranda yana bir xabar vatandosh. Tayvan bo'g'izida biron chopqin. Jungo Kompartiyasi Tayvanga qurolli hujum qildi. Bayağı chiqishimda ishga kelib qoldi voy. Kompyuterda kelib qoldi bir xabar nima degandim? Jungo Kompartiyasining Tayvanga hujum qilishi gumron bo'ldi. Hozir kelgan xabarda bu uningdan burun kelgan xabar bu. Tayvan bo'g'izida biron chopqin. Jungo Kompartiyasi Tayvanga qurolli hujum qildi. Amerika armiyasi ogohlantirish berdi. Yaponiya armiyasi tayyorlik bosqichiga kirdi. Jungo Kompartiyasi siyosiy hokimiyati gumron bo'lishning oxirgi vaqt cheklariga kirib keldi. Jungo Kompartiyasi gumron bo'lishning oxirgi vaqt cheklariga kirib keldi. Asli mavzu Jungo Kompartiyasining Tayvanga hujum qilishni cho'qim tahlil qilish kerak. Birinchi qism. Tayvan bo'g'izida biron chopqin tuyuqsiz o'zgardi. Jungo Kompartiyasi Tayvanga hujum qilish paytida turibdi. Ma ekranga chiqqan mavzu bir xil, ekranning ostidagi mavzu bir xil. Men ikkilisini yetkazyapman sizlarga vatandosh. Amerika, Yaponiya ko'shlik ogohlantirish berdi. Demak, sen urush qilamsan Tayvan bo'g'izida xo'sh. Mana men tayyor degandek Amerika, Yaponiya birlikda Jungo ozodlik armiyasiga, Jungo Kompartiyasiga Tayvanga hujum qilish tayyorlik qilayotganligi uchun ogohlantirish berdi. Lekin Yaponiya armiyasi jiddiy tayyorlik bosqichiga kirdi. Amerika armiyasi Tayvan bo'g'zi to'g'risida, tinchlik muqimlik to'g'risida Jungo Kompartiyasiga ogohlantirish berdi. Bu xabarning yoki bu video filmning avtori Mike Storm. 5-ayning 19-kuni YouTube. Jungo Kompartiyasi chekindi desimi, chekinadigan yo'l qolmadi. Bu bir xabar. Oxirgi xabarimiz qisqa xabar. Jungo Kompartiyasi chekinaman desimi, chekinadigan yo'l qolmadi. Axborot yashmasa 5-ayning 21-kuni YouTube. Yani ikki xabarni sizga yetkazib o'taylik. Bu xabar nima desangiz? Nima desangiz, Amerika Jungo o'ttirisida savdo urushiga yana o'tib tashdi. Sharqiy Janubiy Osiyodagi 4 davlatning yetkazib sotadigan eng arzon baholiq mollari Amerika bozoriga eksport qilindi deb qayd qilindi. Mavzuli xabar 5-ayning 20-kuni Vanvi torbetida e'lon qilindi.
Amerika Qo'shma Shtatlari Xalqaro Savdo Komiteti 5-ayning 20 kuni ben bir torbetida komiteti 5-ayning 20 kuni mundaq qayd qildi. Sharqa Janubiy Osiyodagi 4 davlatdan kelayotgan azambaholik importvorlar Amerikaning davlat ishida kun taxta ishlab chiqarish savdogarlarining amaliy manfaatiga ziyon zahmat elib keldi va tahdid selib keldi. Jungo şirketleri bu 4 davlat orqali mal yotkash, setish savdosi bilan shug'ullandi deb aybladi. Vyetnam, Kambodsha, Tayland, Malayziya. Aralıqda Malayziya to'xtatdi buni deganmidi? Demak, o mu bir aldamchi ekanda? Agar o aldamchilik qilmasa, aşı davlatniki Xitoyning savdogarlari, Xitoyning shirkatlari aldamchilik qilayotgan. Bugun endi yangidan yana pash bo'lgan gap. Bu 4 davlat hozir kun taxta savdosi Amerika bozoriga. Asli kun taxta savdosi ticareti Xitoyning. Xitoy kim bilan ishlab chiqardi kun taxta savdosini qiladigan kun taxta materiallarini vatandaşım, onun bataryasini kim ishlab chiqardi? Uyg'ur. Xitoyga qul bo'lgan, qul dedak Uyg'ur. Ya'ni qul Uyg'ur erkak, dedak Uyg'ur qizlari. Xitoyga qul dedak bo'lgan Uyg'ur kun taxta ishlab chiqardi. Majburiy emgak nuqta ishlab chiqarilgan bu taxtalar hozir yuqorqi 4 davlat orqali Amerika bozoriga kiryapti. Shunga buni hozir Amerika Xalqaro Savdo Komiteti bayqab yetdi ham bunga qaysi shaklda, qandaq ravishda, qandaq baj qo'yish. 4-ayning oxirida belgilanib bo'ldi dedi. Demak, qayd qildi, belgilandi, tamojda baja qo'yish. Ayning oxirida qayd qilib bo'ldi. Ana mushkatimda Jungo yana zo'r ziyon zahmat kuchiradi. Prezident Donald Trump'dan 2-chi qatimli tamojni siyosiy yetib keldi. Anadan boshqa, Prezident Donald Trump'dan navbat 2-chi qatimli tamojni siyosiy yetib keldi. Mavzuda xabar 5-ayning 20 kuni 5-ayning 20 kuni Vakit gazetesi ilan qilindi. Xabar bundoq boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump Angliya, Jungo qatorliq davlatlar bilan ilgari keyin savdo kelishimi imzolagandan keyin yer shari iqtisodiga bahor shamoli yetib kelgandek bo'ldi. Lekin 20 kuni prezident Donald Trump alayda sanoat ishlab chiqarish sohalariga qaratgan tomojni baji siyosatini yana qayta e'lon qildi. Bu siyosat nurg'unlagan davlatlarga zarba berib keladi deb faraz qilindi. Buning ichidan asosiga yana Jungo. Angliya birinchi qatim savdo kelishimi imzolanib tugadi. Angliya bilan Amerika savdo kelishimi imzolagandan keyin Jungo bu kelishimni tanqid qildi. Demek Angliya Amerika savdo kelishimi Jungoga qartildi deb tanqid qildi vatandosh. Uni keyinda Amerika Qo'shma Shtatlari Jungo bilan savdo kelishimi imzoladi. 90 kunlik mehlat ichida 5-ayning 12 kuni Shveysariyaning Jenva shahrida. Biz onu sizga tutulib gavdalik oldi. Nimani so'zlab keldik? Matbuot huquqi, internet huquqi, nashriyat huquqi, söz ibora huquqi echivitsan. İnternet tamlarını öğrüvitsan. Siz bizga tushunishlik tarafimiz yo'q. Bu noyta eg'ir bir ish, davlatlar o'rtasidagi ish. Biz tushundig'imiz faqat shu internet tamlarını gazet, jurnallar echivitsan. Bunun mavzusi shundoq bo'lsin, yoki bu suhbatga ham shundoq mavzu bo'lsin, buni barobar desangiz vatandosh. Demek söz, matbuot, internet huquqini söz birligini echib etish bu Jungo kompartiyasini gumron qilishga barobar. Chunki Jungo kompartiyasi ikkiga tayinib yashab keldi. Hozirgacha mavjud bo'lib keldi. Biri yolg'onchilik, ikkinchisi aldamchilik. Hem tashqari dunyoni aldash, hem ichki jihatda o'zining fuqarolarini aldash. Yalğancılık için aldaş, aldaş için yalğancılık qilish.
Bu ikisini hazır Cungo Kompartiyasının vücuduna bir kategoriya kılıp muamele kılsanız boladı vatandaş. Çünkü aldamçılık kılış için yalgancılık kılışı gerek, yalgancılık kılış için aldamçılık kılışı gerek vatandaş. Bu hazır siyaset sahasında Cungo Kompartiyasıga kartılgan bir jup kategoriya, felsefi kategoriya deseniz bu 70 yıldan beri yalgan sözlep devletle başkurup geldi. 70 yıldan beri yalgan sözlep devletni idare kılıp geldi. Aldap geldi. Esinizde bolsa biz demetlik adamlar eslep bakın, oylap bakın 70 yıl burun Marksizm undak. Marksizmning milletler siyaseti mundak. Ahir devlet yok oludu. Ahir millet yok oludu. Assimilatsiya. Bugünkü assimilatsiya ne? Bunu da 70 yıl burun Xitoy sözlep bolgan gap. Demek hemmisi yok oludu. Fakat da Kompartiya degan Kompartiya açılıp eşip kalıdı. Başka bu dünyadaki her kandak narsa Kompartiyaga yat bolgan her kandak narsa yok olushi kerak. Bu Xitoyning mintaqasi siyoset mintaqasi. 70 yıl aşın teşvik kılıp geldi hem şunu icra kılıp geldi vatandaş. Milletler ittifaklıkını ta'kidlash deganning o'zi tek aytsangiz niqobni yirtib tashlasangiz niqobni yirtib tashlashdan burun milletler ittifaqi nima degan chiroyli so'z dana. Xitoy shuni aytganda nima degan chiroyli so'z dana. Amaliyotda buning siyoset falsafasidan uni muomala qilsangiz chekidan oshgan zo'ravonlikdir. Milletler ittifaqi tengsizlik. Milletler İttifakı zo'ravonlik. Milletler İttifakı qonunsizlik. Çünkü sen tashqirdan tajovuz qilib kirib ikkinchi bir millatni hukmronlik ostiga elib, ya'ni shu ittifoqlikni ikkinchi bir millat yoki hukmronlik ostiga tushirilgan millatdan talab qilish, uning borlig'ini qo'ldan tortib olib, ya'ni uni millatlar ittifoqligiga so'rab kirish, millatlar ittifoqligiga majburlash bu zo'ravonlikning chekidan oshgan bir qismida. Şuna keyingi çağlarda Uygurların içinde qanday kişiler paydo bo'ldi? El rayini sinash. Mustaqillikmi, avtonomiyami, el rayini sinash. Tipik yani Kompartiyaning yurigidan chiqqan so'zlar bu. El rayini sinash. Qarab turing, Xonandan keling tajovuz qilib Uyg'uristonga kiring. Xonandan keling tajovuz qilib Uyg'uristonga kiring. Kirgandan keyin sen men bilan qolamsan, avtonomiya olamsan. Mustaqillik alamsan deb el rayini sıra. Sepi üzüdün. Münafıklıkta mantaqısılar vatan. Xitoyga buluşup beradigan sepi üzüdün hesaplanadigan münafıklık hesap. Neymiş qal? Vatan Uyg'urning, millat Uyg'urning, tuproq Uyg'urning ikkinchi birisi kelib sen men bilan qolamsan, avtonomiya elib, mendan ketamsan, mustaqillik elib, bu qaysi bir zo'ravonlik ostida el rayini sinash deb ataladigan rayi sinashdir. Xuddi shunga o'xshash 70 yildan beri millatlar ittifoqligini tashviq qilgan Cungo Kompartiyasi amaliyotda zo'ravonlikning boshqa bir shakli. Resmi qurol elib ishiltirgan zo'ravonlik emas, ikkinchi bir xil shakli bilan Uyg'urlarni zo'ravonlik qildi. Millatlar ittifoqligi. Bugun ani boshda ko'rdik, Xanyong bir Xitoy ekan. O nima ish qildi, nima o'yladi, vaqt uni xiyolimi yo'q bu yerda, umuman berilmabdi. Konkret oldi u nimaga qarshi turdi Kompartiyaning siyosatiga. Agar hali qanday jinoyat ortilgan bo'lsa, masalan, kurash qilishga jur'at qila olmasak, bu degan gap Uyg'urni bostirishga jur'at qila olmasak. Buni sizlar biz nima deb baho beramiz vatandoshim? 2022-yil 11-oyning 25-kuni Urumchidagi ot apti. Vatandosh. Ot apti. Balki shu kuni qo'zg'algan Urumchidagi namoyish, Xitoylarning namoyishi. Uning keyindili Shanghayda qo'zg'algan namoyish ataldi oq qog'oz inqilobi. Shularmi Xitoy edi vatandosh. Biz uni shu vaqtda nima dedik? Nyu-Yorkdagi tungan obzorchimiz nima dedi? Haji. Ajoyib sirli harakat. Ajoyib sirli qo'l bilan tashkillangan harakat. Ajoyib sirli qo'l bilan o'ttirg'i chiqarilgan namoyish. Maji shundoq dedi. Men shuning qo'shilib turib, ya'ni shundoq vaqtning o'zida Xitoyning fuqarolari
Demek ahire nimeler çıktı? Şu vaxtki radyoga çaplangan bir dazı bu. Yoki bir lozunkaga nima deb yozdi? Uyg'urning naqshini eylab, Xitoylar o'zi namoyish chiqqanda sening jining, mening jinim bir jon emasmi? Sening uchun mening jinim qurbon emasmi? Xitoylar oshini ham Uyg'urcha yezib, bu lozunkini ham Xitoycha yezib namoyishga elib chiqdi vatandosh. Biz buningda nima deb bir hozir o'chmanlik nuqtai nazarda Uyg'urga solayotgan zulm nuqtai nazardan buning zulmlarini fosh qilish siz bilan bizning ishimiz. Lekin shunga mush kungacha hozirgacha Xitoylarmi Uyg'urlarni qo'llasa ekan degan niyatda bo'lganimizmi yo'q. Chunki Xitoyning hukmronligi ostidagi Xitoy fuqarolariga ishonch yo'q. Shu nuqtada turib hozir Han Yungga baho bersangiz nima deysiz Han Yung? Sen 28 nafar odamni yoki boynoisidagi o'g'il bola, erkak bolalarni qatlam qilib bo'lib, ya'ni shu oz kelganda boy noyasini butun bostirishing kerak edi degan talab bo'yicha, masalan, butun xalqni bostirishing kerak edi degan talab bo'yicha bizning amaldorimiz, masalan, Avtonom rayonning Ma'un partiya sekretari Bentüvenning sekretari bo'lgan kishi shunda kuch chiqarmadi, kurash qilishga jur'at qilolmaydi deb uningga o'lim jazosi berishdan siz Kompartiyaning qanday partiya ekanligiga baho bering. Partiyaning xarakteri, siyosat xarakteri bilan millatning xarakterini bir-biriga qo'yib turib baho bering. Bu partiya Xitoy millatining partiyasi. Kompartiya Xitoy millatining partiyasi vatandosh. Baho bering. Vatandoshim. Endi hozir nima deyapmiz? U yerda Han Yung qoldi. 23-yil o'tgan yil o'lim jazosi bergan gap. Ya'ni shunda Han Yunglardan talay-talaylari. Masalan, bir Jon ismli birisi Uyg'ur uchun 2 qiz, 3 qiz odil gap qilib qo'yganligi uchun xanalik yosh bola eqib kirgan bola ekan Urumchiga Uyg'ur uchun yaxshi gap qilib qo'yganligi uchun 19 yil qamoq jazosi berdi. Arlıqda uni radyomi sözüldü, hamma odam sözüldü vatandaş. 19 yil qamoq jazosi qarayli. Bugungi kunda shundoq vahshiylik, shundoq zo'ravonlik ostida, ya'ni Han Yungdek, Jon ismli heliqi boladek odamlar o'ttirg'i chiqib, Gungu Kompartiyasining bostirish siyosiga qarshi turayotganda biz nima deyishimiz kerak hozir vatandoshlar? Onimi, shu Xitoy degan ko'z qarashimiz bo'yicha Han Yungni, Jon ismli heliqini shu Xitoy degan ko'z qarashimiz bo'yicha Xitoyni ichiga haydashimiz kerak. Uyg'urning hozirgi hissiyotini aytgan, chunki dunyoda birdan-bir azob, birdan-bir uqubat va uning qarshilik ko'rsatilmayotgan, qo'lini shiltiyolmayotgan, hatto ko'zini ochib bir tikilib qarayolmayotgan bir mazlum millat Uyg'ur. Albatta shunday hissiyotda bo'ladi. Qurol tutgan Xitoyga o'xshash, qurol tutmagan Xitoyga o'xshash. Shunday hissiyotda bo'ldi. Buni to'g'ri tushunishga bo'ldi. Lekin insonchilik ostida mushundaq ishlarni yuz berdi ekan-ku degan ravishda sizlarga men bugungi leksiyani so'zildim. Dovin apandi buni texama atrofli so'zlagan ekan. Endi u Han Yung degan oliy maktabni bitirgan oliy ma'lumotli bir odam ekan. Siz hayron qiling. Faqat bir millatni gunohsiz bir millatni qirg'in qilmaganligi uchun bir Xitoyga o'lim jazosi berdi desa, Jonaqay va Jungo Kompartiyasi kim? Hozirgi dunyoda kim? Qanday partiya? Bilib bo'lgan bo'lsak, bu savolni yana qo'yamiz, qanday partiya?